Hayotingizni videoga olishni boshlang va siz daromad topishni boshlaysiz. Bu meni o'zimni sinovimdan 100 martalab o'tgan. Blogingizni oching, hayotingizni просто telefonga, kameraga yozib borishni boshlang. Самое главное boshlash kerak. Kerak emas kutish, nimadir zo'r bo'lib ketadi, unim zo'r bo'lib ketadi, uyimni zo'r qilib oling, orqa fonimni zo'r qilib oling. Umuman hech narsa ahamiyatga ega emas. Просто kamerangizni yoqing va hayotingizni Instagramga qo'yishni boshlang. Siz по пути hammasini разобраться qilib ketasiz. U yaxshiroq, bu yaxshiroq, bu yaxshiroq ishlaydi, bu ishlamaydi. Opit bilan hamma narsa bo'radi, lekin boshlamasangiz siz hech qachon A tochkadan B tochkangizga yetib kelmaysiz. Hamma narsani yo'lda bilib, o'rganib ketaverasiz. Самое главное boshlash kerak. Yetadi. 25-yilgacha просто tak o'tirdingiz, boshlamadingiz. Endi hozir o'zida telefoningizni chiqaring va kontent yozishni boshlang.